Aka dami qo'yib yuboribdi. Bitta tekshirib berasizmi? Sardo, mana balon yechibdi, ko'raylik-chi. Bo'ldi, ha. Aka, balon yorilib ketibdi, yama bo'lmaydi. Zapaskiz bormi? Zapaskizni qo'yib beramiz. Ha, bor, hozir olaman. Zapaska naqrorga beruvdim ishlatgani. Qaytarib bermadi. Aka Samarqanddan keluvdik, musofirmiz. Bironta eski balon bo'lsa ham qo'yib berib turing. Aka, Qo'qonga ko'p kelib turamiz. O'tayotganda tashab ketamiz. Ukalar, qo'yib berardim, lekin sotaman balonni. Nech pul? 100 ming beringlar, uka. Agar olib kelsalar balonni 100 ming pulini qaytarib beraman. Bo'ldi aka, qo'yib bera qoling. Bo'ldi, uka, hozir. Sardo, 100 ming pul olib chiqib ber. Uka, qaytarib olib kelganlardan xursand bo'ldim. To'g'risi, o'sha kunda bepulga ham qo'yib berib yuborardim. 5-6 tasi kelib, aka qo'yib berib turing, tashlab ketaman deb laz berib ketganlar qaytib kelmaganda, o'shani sizlardan 100 ming so'm pul oldim. Uka, mana. Rahmat. Shuni yechib olamiz. Agar xilof qilib va'da bergandan keyin bajara olmaydigan holati bo'lsa bermasin va'da. Berdimi, bajarishi kerak.